Assalomu alaykum, hurmatli Ko'ktang bolalari kanalining tomoshabinlari. Yaxshi yuribsizlarmi? Hammangiz sog' salomatmisiz? Kuz kayfiyati yaxshimi hammada? Mana bugun Ko'ktang bolalari onalari bilan issiq non pishirdilar. Bug'doy non. Bizning bug'doy nonimiz mana shunday bo'ladi. Oq bug'doyning noni iste'mol qilamiz. Do'konlardan non olmaymiz. Faqat pishiriqlar uchun olishimiz mumkin. Mana yong'oqlarimiz pishdi. Kim nimani xohlasa shuni yeydi. Bolalar bugun yakshanba dam olishmoqda. Ular eng asosiy ishga qo'l urishdi. Junlar kelgan. Azizlarim, biz junlarni sizlarga reklama qilib ko'rpachalar tiktirgandik. Endi navbat yostiqlarga. Nasib bo'lsa, yaxshi junlardan yostiqlar qilib, ichiga lavanda solib, tikib, har bir bolalarga shunday taqdim etmoqchimiz. Mana shu jun qaynashini sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz, chunki ishonishlaringiz kerak. Biz junni qaynatmasdan hech qachon ishlatmaymiz. Hozir Guli qizim borib hamma junlarni qaynatish jarayonini sizlarga ko'rsatib beradi. Marhamat Guli qizim. Gullarni ham ko'rsating. Manakay. Mana gullarimiz ochilib yotibdi. Manakay jo'jalar. Men lekin gapirmayman, bunday bu kiyimda o'tiribdim. Bizga Gulsara xolam saralab beryapti junlarni. Biz o'choqda qaynagan suvga tashlab yuvib olyapmiz, qaynatib kirlarini. Mana bu tozalangani. Narigi taraflar suvda 100 gradus suvda qaynab chiqqan junlar, yuvilgan toza holda. Hali bu junlar yana yuviladi, yana tozalanadi. Mana kay har xilda junlarimiz bor. Mana kay oppog'i bor. Mana kulrangi bor, momiqday, ipakday junlar. Har xil mana hammasi yumshoq, chiroyli, toza. Endi shularni 100 gradus katta qozonda qaynatamiz. Mana bu yoqdalar qaynab chiqqan junlar. Bularni qanday qilib tashlaymiz? Mana bundan issiqqina qilib yostiqlar qilamiz, ko'rpalar qilamiz. Qishning kunida mazza qilib to'shab yotamiz. O'choqqa boring endi. Manakay, Xizran tema. Katta bochkalar o'tib 100 gramlik qozonda qaynayapti. Tepasida tushirilib olinyapti. Lekin biz qozonga yaqinlashmaymiz. Mana alovda ham ko'rsating qozonda. Lekin biz alovda qozonga yaqinlashmaymiz. o'tinlarni yangilatib yoqsak, suvimiz tez qaynaydi. Hali bundan yostiqlar yasaymiz. Yostiqning ichiga lavanda shoxlarini tashlaymiz. Hozir men sizlarga lavanda shoxini ko'rsataman. Mana oppoq gullar ochilgan. Tabiatning go'zalligini mana osma gullar. Sabzrang gullar, manaki zontik gul. Sabzrang atir gullar va manakay lavanda.
Mana aka. Biz ham mana Gulsara xoladan qolishmaymiz. Mana azizlarim, kichik operatorimizning lavhalarini ham ko'rdingiz. Endi mana shunga qarab sizlar ham maslahat beramanki, agar junlaringiz bo'lsa, azizlarim, zinhor bazinhor tashlamanglar. Hozir ayni sezon, hozir tirik qirqim degan qirqim bo'lyapti. Kim qo'ylari bor, fermerlar qo'ylaridan so'rab olsanglar beradilar, bekorga ham tashlab yuboradi. Ajab emas, bizning respublikamizda ham shunday jun matolar tikilsa, jun gazlamalar tabiiy, chet ellardan qanday biz sifatli jun matolarni olib, jun jemperlar, koftishkalar olib kelamiz. Xuddi shunday nasib qilsa bizning yangi O'zbekistonda ham jun matolardan, jun iplardan, jun gazlamalardan kiyimlar tikamiz degan umiddamiz. Rahmat azizlarim, e'tibor uchun katta rahmat. Ofarin operator qizim.